Alaykum. Bugun sizlar bilan rinalaliyaning mexanik dislaliya va rinofoliyadan farqli tomonlarini ko'rib chiqamiz. Men sizlar bilan Bahriddinova O'g'iloy. Rejalarimiz bilan tanishadigan bo'lsak, rinalaliyaning mexanik dislaliya va rinofoniyaning asosiy konseptlari, ikkala holatdagi tovushlar va ularning farqlari, dastlabki klinik alomatlar va tovushlar usullari. Rinalaliya va mexanik dislaliya. Rinalaliya tovushlarning talaffuzdagi o'zgarishlari bo'lib, shaxsning ovoz chiqarish apparatidagi muammolar bilan bog'liq. Masalan, s, z va sh tovushlarining buzilishi. Mexanik dislaliya esa anatomik va fiziologik sabablar bilan bog'liq bo'lib, til, lab yoki to'qimalarning nuqsonlari natijasida tovushlarni to'g'ri chiqarishi qiyinlashadi. Shunday qilib, rinalaliya tovushlar va talaffuzlardagi o'zgarishlarga, mexanik dislaliya esa ovoz chiqarish apparatining strukturaviy muammolariga taalluqlidir. Rinofoniyaning asosiy konseptlari. Rinofoniya tovushlarning talaffuzida yuzaga keladigan o'zgarishlar va ularning talaffuzidagi ta'sirini o'rganadi. Bu tovushlarning akustik va fonetik xususiyatlaridagi o'zgarishlarni aniqlash bilan bog'liq bo'lib, shuningdek, individual tovushlarning normadan chetga chiqishini ko'rsatadi. Rinofoniya tovushlarning o'zgarishi, mexanik dislaliya esa tovush chiqarishdagi jismoniy muammo hisoblanadi. Rinalaliya va rinofoniya ta'siri. Rinalaliya nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. U ovoz tozaligi va talaffuzida aniqlik bilan bog'liq bo'lib, nutqdagi xatoliklar va talaffuz muammolariga olib kelishi mumkin. Rinalaliya esa odatda nutqning ochiq bo'lmasligi va tovushlar muammolari bilan namoyon bo'ladi. Bu shaxsning talaffuzida noaniqlik va ovozi yumshoq bo'lishiga olib keladi. Ikkala holat ham nutq rivojlanishiga ta'sir qilsa-da, rinalaliya nutqdagi aniqlik va to'g'ri talaffuzga ta'sir qilsa, rinofoniya asosan tovushning to'g'ri chiqmasligiga bog'liq bo'lib, ularni ajratib olish muhimdir. Rinalaliya va mexanik dislaliya farqlari. Rinalaliya va mexanik dislaliya o'rtasidagi asosiy farqlarni aniqlash uchun avvalo ularning ta'riflarini bilishimiz lozim. Mexanik dislaliya bu anatomik o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan ovoz ishlab chiqarishdagi buzilishlar. Masalan, burun devorining egilishi yoki kengayishi. Bu holatda ovozning sifatiga anatomik muhit ta'sir qiladi. Ovoz yoki balandlikda o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin anatomik muhit o'zgarmaydi. Klinik alomatlar sifatida mexanik dislaliya burun to'siqning yopilishi yoki deformatsiyasi natijasida qiyinchiliklar va ovozning qattiqlashishi kuzatiladi. Rinofoniyada esa ovoz o'zgarishlar bilan, odatda nafas olish yoki chiqarishda muammolar bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, klinik belgilarda mexanik dislaliya ko'pincha anatomik muammolar bilan bog'liq bo'lsa, rinofoniya funksional bo'lib, tashqi anatomik o'zgarishlar talab qilinmaydi. Ikkala holatdagi tovushlar. Rinalaliya va mexanik dislaliya tovushlari ishlab chiqarilishi va qabul qilinishi bo'yicha farqlarga ega. Rinalaliya tovushlarni asosan burun va nazofarin bo'ylab, mexanik dislaliya tovushlari og'iz va laringiz sohasida hosil bo'ladi. Rinalaliya tovushlari odatda yupqa va yuqori bo'lib, mexanik dislaliya tovushlari esa chuqur va past bo'lishi mumkin. Bu farqlar tovushlarning sifatiga va kuchiga ta'sir qiladi. Tovushlarning ishlab chiqarilishi va qabul qilinishi jarayonlari ham farq qiladi. Rinalaliya tovushlari nazofaring va burun bo'ylab, mexanik dislaliya esa og'iz va laringiz sohalarida hosil bo'ladi va qabul qilinadi. Rinofoniya tovushlari. Rinofoniya tovushlari nafas olish organlaridan kelib chiqadi. Ularning amplitudasi, rezonansi va spektri bilan ajralib turadi. Bu tovushlar nazorati ostida bo'lib, rinofoniya holatidagi tovushlarni tashkil etadi. Mexanik dislaliyada farqli o'raloq rinofoniya tovushlarda burun va nazofaringga bog'liq bo'lib, ularning xususiyatlari va kelib chiqish joylari bilan ajralib turadi. Tovush farqlari. Mexanik dislaliya tovushlarni ishlab chiqarish jarayonida vokal apparati va rezonanslar muhim rol o'ynaydi. Rinofoniya esa tovushlar rezonansida anatomik o'zgarishlarni bildiradi. Tovushlar ta'siri. Rinalaliya va rinofoniya tovushlar va nutq rivojiga ta'sir qiladi.
Rinalariya burun bo'shlig'ining yopilishi yoki shikastlanishi natijasida tovushlarni o'tkazmaslik bilan bog'liq. Rinofoniya esa tovush sifatidagi o'zgarishlar va talaffuz muammolariga olib keladi. Davolash usullari: fizioterapiya, logopediya, jarrohlik. Tovushlar to'g'ri ishlab chiqarilishi nutq tuzilishini yaxshilaydi va rivojlanishiga yordam beradi. Dastlabki alomatlar bilan tanishadigan bo'lsak, rinalariya va mexanik dislaliya boshlang'ich klinik alomatlari odatda burun oqishi, talaffuzdagi qiyinchiliklar va nafas olishda muammolar bilan bog'liq. Alomatlarni aniqlash va ularni rinalariya va mexanik dislaliya orasida farqlash muhim, chunki bu tashxis va davolash strategiyasini belgilaydi. Mexanik dislaliyada tovush buzilishlari va nutq ishlab chiqarishda muammo kuzatiladi. Ayniqsa tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishda qiyinchiliklar bo'ladi. Klinik alomatlarni to'g'ri baholash muhim. Bu esa to'g'ri tashxis qo'yish va davolash rejasini tuzishda asosiy omil hisoblanadi. Davolash usullari. Rinalariya uchun davolash usullari shifokorlarning tavsiyalariga asoslanadi va holatning og'irligiga bog'liq. Odatiy ravishda konservativ usullar, masalan, dori-darmonlar va fizioterapiya qo'llaniladi. Operatsiyada esa og'ir yoki uzoq davom etadigan holatlar tavsiya etiladi. Rinalariya va mexanik dislaliya farqlari. Rinalariya burun ichidagi to'liq yoki qisman yopilish bilan ifodalanadi. Asosan burun septumining egilishi yoki burilishi natijasida yuzaga keladi. Mexanik dislaliya burun septumining egilishi yoki burilishi bilan bog'liq bo'lib, uning natijasida burun yo'llarida to'siq yoki qattiqlik yuzaga keladi. Rinalariya asosan ikki belgilari burun to'siq, nafas olishda qiyinchilik va burun yoyilishi bilan namoyon bo'ladi. Mexanik dislaliya klinik belgilari orasida nafas olishda qiyinchilik, burun yoyilishi va to'siq bo'lishi mumkin. Davolash odatda jarrohlik amaliyotini o'z ichiga oladi. Klinik alomatlar va davolash o'rtasidagi aloqa. Klinik alomatlar va davolash usullari o'rtasida bog'liqlik muhim. Alomatlar yordamida to'g'ri tashxis va davolash strategiyasini tanlash mumkin. Masalan, rinalariya yoki burun tiqilishi, tovush buzilishi yoki simptomlar operatsiya, terapiya yoki logoped yordamini belgilaydi. Alomatlar davolash natijasiga ta'sir qiladi. Xulosa: rinalariyaning mexanik dislaliya va rinofoniya o'rtasidagi asosiy farqlar. Mexanik dislaliya anatomik va fiziologik muammolar bilan bog'liq bo'lib, tovush ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir qiladi. Rinofoniya esa tovushlarning o'zgarishi, talaffuzdagi o'zgarishlar bilan yuzaga keladi. Tovushlarning sifatiga ta'sir qiladi. Muhim xulosalar va nuqtalar. To'g'ri tashxis va davolash nutq rivojlanishi uchun muhimdir. Ajratish va individual yondashuv muhim. Sog'lom turmush tarzini saqlash va izlanishlar davom etishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.